Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir ishimizni yakunlaganmiz. Alyumin Aldok seriya Zolotoy Ekopen firmasidan bo'ldi. Bu ishimizni Bulovosh tumani Chaqar qishlog'iga qo'yib berganmiz. Hop, 4 tarom, 4 teshik olib kelganmiz. Padagonnilar bilan. 4 tarom 3 teshigimiz ekan. Hop. Eshiklarimiz 1 metrga 2.25 2.30 dan bo'lgan. Romlarimiz 135 ga, 155, 160 bo'ldi. Hammasini Ekopen Zolotoy firmaga oynasini yo'qdek gulli qo'yib berganmiz. Hammalar yo'qdek gulli bo'ldi. Zamoylari Kraft, original zamoylar bo'ldi. Yopilishlari chotki bo'ldi, xohlasa. Padagonnilarni qihli padagonni qo'yib berdik. Ruchkalarni ham Alvit katta ruchkalar qo'yib berganmiz. Ovozini eshitinglar bitta. Ochilishlari o'ta go'zal, chiroyli bo'ldi. Hop, ikkita rom bitta eshigimiz bor. Rezinkalarini ham o'sha qishda sovuq kirmaydigan rezinkalardan qilib berganmiz. Ahamiyat terishlari uchun mana yopganda shu yerda havo kiradigan joy bo'lib qoladi. Sovuq kiradi qishda, biz bunga shu bosma rezinkalardan sovuq kirmaydigan qilib berganmiz, xudo xolasa hammasini. Bu tomonda ikkita rom bitta eshigimiz bor. Bu yoqda ikkita rom ikkita eshigimiz bor. Bitta romimiz 128 bo'lib qolgan endi. Eshiklarda hammasini bu endi 1 metr bo'yi 2 bo'lgan. Ozgina qorong'i tushib qoldi, videoni xiralik uchun uzr so'raymiz avval. Xudo xolasa mana chiroyli chiqdi. Yopilishlari o'ta go'zal bo'ldi, yo'lkalari. Bu ishlarimizni narxlarini общий 11.800.000 ga qilib berdik. 4 teshik, 3 teshik, 4 tarom. 1 metrga 2.25 eshiklarimiz, 2 qanot, romlarimiz 1.35 ga 1.60 atrofida bo'ldi. Padagonlilari bilan. Kim shuni xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 909 95 91, Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti. Har doim xizmatlaringizda.